dimlanishni vaqtida davolamasangiz, sizda o't toshlari hosil bo'lishi mumkin. Ko'pchiligingizni qiynaydigan muammo bu albatta zagib, ya'ni o't qopini qiyshayish holati. O'zi zagib tug'ma bo'lishi mumkin va orttirilgan bo'lishi mumkin. Tug'mada bola tug'ilgan vaqtdan boshlab o't qopi qiyshayishi, dimlanishi, hazm bilan bog'liq muammolar kuzatila boshlaydi. Lekin orttirilgan ko'rinish bu asosan kam harakat hayot tarzi, ya'ni ofis rejimida yoki shofyorlarda yoki vrachlarda ham kuzatilishi mumkin. O'qituvchilar ham bundan xoli emas. Demak, agar endi dimlanish yaxshi lecheniya qilinmasa, o't suyuqligi tobora quyuqlashib borib, bu yerda o't toshlari hosil bo'ladi va bu sizga ko'plab hazm bilan bog'liq shikoyatlarni, ich qotishi, ko'ngil aynishi, ba'zan esa qusish kabi shikoyatlarni ham berishi mumkin. Eng achinarlisi esa o't toshini xuruj qilishi, ya'ni o'ng qo'l ostidagi sanchuvchi og'riqlardir. Va bu bilan oxir-oqibat agar sizda tosh xuruji yuzaga keladigan bo'lsa, operatsiya yo'li orqali o't qopni olib tashlashga to'g'ri keladi. Va bunday asoratlarni oldini olish uchun esa o't dimlanishini vaqtida davolang. Bu kabi asoratlarni oldini olish uchun o't dimlanishini vaqtida davolash kerak va bu bo'yicha bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu videoni o't qopida zagibi bor bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.